ikkita hassada yurolmaydigan inson mana operatsiyadan chiqishim, mana yurishim, mana Xudoga shukr hasso yo'q. Birinchi kelganga Rasuljonga ikkita hassaga tayanib, o'shanga ham yurolmasdim, ikkita hassaga ham tayanib. Yurolmasdim, tashab olasizdim. Endi hozir mana bu hassani olganim, uzoq yo'ldan keldim. Mabodo sal qiynalmay dedim. Mana holatimni Xudoga shukr yaxshi. Operatsiyadan chiqishim, mana yurishim, ikkita hassada yurolmaydigan inson mana Rasuljonda mana shunday yaxshi insonga mana Xudo yo'l iqtiribdi, qo'llari dard ko'rmasin. Men juda ham yaxshiman. Hammalaringizga rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana shunday Buxorodan joydan keldik, ikkita hasso bilan. Mana Xudoga shukr hasso yo'q. Rahmat hammalaringizga. Salomat bo'linglar. Alloh shifo bersin. Rahmat. Tizzalarda ham muammo bor. Tizzada bor. Buni endi keyingi bosqichga plan qilyapmiz. Shunday bir bemorimizda umurtqa pog'onasining B sohasida L4, L3, L4, L5 sohalarida stenoz bilan va chap tomonlama kuchi radikular mana bu nervlarni siqilishi evaziga paydo bo'lgan og'riqlar bilan kelgandilar. Endoskopik, ya'ni teshim orqali kirib turib olib tashlandi. Ikkita sohadagi greja olindi va dekompressiya qilindi. Bemorimiz ertasi kuni turib yurib uyga chiqib ketdilar va bugungi kunda mana 10 kun o'tgandan keyin iplarni oldirishga kelyaptilar. Xudo xolasa bu yog'iga unaqa og'rinmang. Rahmat. Tuzalib keting. Birgalashib yana bu yog'iga ham tizzalarni ham sog'aytirib berasiz. Buxorodan joydan keldik. Tizzalarda ham kuchli gonartroz, deformatsiya bergan gonartroz bor. Ko'rishlaringiz mumkin, yurgan paytdagi deformatsiyalar bilinib turibdi. Bularni keyingi operatsiyalarda, ya'ni tizza bo'g'imini o'zini qilishga mo'ljallaymiz. O'zingizga kelib oling, Xudo xolasa. Rahmat. Nasib bo'lsa agar telefonlashib